Faqat aholiga tezkor xabar. Dam olish kunlari respublika bo'yicha havo sovib ketishi kutilmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertangi kun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahri havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12, kunduz 23-25 bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyati havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-8, iliq, kunduzi 15-20 bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 21-26 bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlari havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduz 21-26 bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 9-14, kunduz 23-28 bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduz 23-28 bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 10-15 bo'ladi deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng tarqalishi uchun like va podpisatsiya tugmachasini bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang.